Yangiyo'l tumani Laylay mahallaga kelganmiz. O'rtoqlar 6 sotixli mana shu xonadonimizda sotuvga qo'yilyapti. Xo'p, o'rtoqlar, eng qizig'i menga egalari hozirgina aytib qolishdi, ayrim televideniyada ketadigan telenovellalar ham aynan mana shu xonadonimizda suratga olingan ekan. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, to'liq obzorini sizlarga ko'rsatamiz. Kir darvozaxonasi tepalari yopilgan, bemalol mashinalarni joylashtirsanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa mana o'tiradigan tapchanlar, xohlasanglar stulga ham sharoit qilib ketilgan. U yoq tomonimiz bo'lsa kattagina hudud, zilonli zona bo'lyapti. Ko'p yillik mevali daraxtlar hamda tashqi hovli uchun sanuzullar ham qoldirib ketilgan. Ana endi sizlar bilan ichkari xonalarni ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirganingizda sizlarni mana shunaqangi kenggina hol kutib oladi. Ana endi xonalarni tanishtirishni boshlaymiz. Bu yoqda birinchi xonamiz bo'lyapti, botdi. Keyinchalik bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Mana bu yoqda bo'lsa mehmonxonamiz joylashyapti. Mehmonxonani ham ko'rib o'zingizlar baho berib qo'yasizlar va bizda keyingi xonamiz родительский spalni bo'ladi. Spalnini ham o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqangi ranglardan foydalanib qo'yishgan. Ana endi so'nggi xonamizni ko'ramiz. Bu yoqda o'tirib ovqatlanadigan hamda televizor ko'radigan xona qilib qo'yishgan, chunki nariyog'imizda oshxona bo'lyapti. Oshxonada mana shunaqangi mebel texnikalardan foydalanib qo'yishgan. Undan keyin bo'lsa bizani prachnik kutib oladi hamda ichkarida sanuzilimiz. Videoni shu joyda yakunlaymiz. Uy ko'ryapsizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Yana bir marta eslatib o'taman, biz hozir Laylay mahalla, ya'ni Yangiyo'lga kelganmiz. Mana shu ko'rayotgan xonadoninglar haqidagi batafsil ma'lumotlarni uy egasidan bilib olsanglar bo'ladi. Raqamni qoldiraman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan Uy ko'rdik kanali bizdan uzoqlashmanglar.